har kuni urush bo'lardi. Har kuni. Janjal bor. Har kuni bu shu ertalab ko'chaga chiqayotganimda shu o'zimni shu bilardimki, что bir narsa bo'ladi bugun. Chunki podyezddan chiqishim bilan bundoq qarardim men. Anta bolalar yo'qmi? Ko'proq agar 3-4 ta bolani ko'rsangiz, bu tomondan yurishi ilojisini qilardi. Chunki bilardimki, u yerda kutib turishibdi-da. Shu odamlar, shu bolalar shunaqa edi. Ko'chada shu anunda qidirib, qani kim bo'lar ekan deb mana shunaqa paytda bo'lganda. Nima uchun o'sha bezorilik o'sha paytda avj olgan edi? Masalan, yosh yigitlarning orasida. Bilmayman. Va alamzadalik bormi? Yo'q, bu qanaqadir o'shanaqa bir Bu oddiy holat edi. oddiy holat edi, oddiy holat edi. Holat edi. Kimnidir pulini olib qo'yish yoki dahkada Boshini qotirish, albatta. O'ylash. Soat esa soatini yechib. Albatta. Maniki. Bu mani zo'r soatim bor ekan, yo'q saniki emas, bu mani soatim. Davay damingni ol, короче, maniki endi. Saniki maniki bo'ldi, deyilardi.